Nogiron qo'llari qila olmagan ishni Mohidil oyoqlari bilan uddalayapti. Eng muhimi, hayotidan nolish, taslim bo'lish qahramonimizning odatida yo'q. Nina ayoqlarimda kirgan taqdirda ham men taslim bo'lmasam ishlar o'rganman. Mohidilning oyoqlaridan hamma ish keladi. Shaxmat o'ynashdan tortib, yotog'ini tartiblash va hatto o'ziga oro berishgacha. Tishlaringizdan foydalanar ekansiz-da? Ha? Og'riydimi tishingiz? Yo'q, o'rganib qolgan. Qorin to'ydirishga kelganda ham Mohidil oyoqlaridan foydalanishga harakat qiladi. Nolmanglar. Sizlarning oyoq qo'linglar butun. Menga o'xshab nogiron emaslar. Allohim o'zi kuch-quvvat beradi. Men Allohga ishonaman. Hech kimga og'iri tushmaydigan qahramonimizning yuki faqat ota-onasiga tushgan. Mohidil eng ko'p shundan xafa. Nega meni masha qilib tashlab ketgan deb o'ylayman. Meni yoshligimda darvozani tagiga tashlab ketganda ashuncha. Internat uyi xodimlari Mohidilga yordam berishga doim tayyor, ammo qahramonimiz buni xohlamagan. Hammasini o'zim uddalayman deydi u. Bir nonni laykingizni ayamang, fikrlaringizni izohlarda qoldiring. Yaxshimisiz Mohidil? Ha, Nima yaxshi. qilyapsiz hozir? Hozir tabiat emas, vazaga gul chizyapman. Aha, gul chizyapsiz. Qo'llaringiz qo'llaringiz bo'lmasligiga qaramasdan, oyoqlaringizni bemalol rasmlarni bo'yab chiza olasiz. Ha, bo'yab. Qiyinchilik yo'qmi? Mashina siz o'zingiz chizdingiz hozir? Ha, o'zim chizdim. Qanaqa qilib oyog'ingizda masalan o'rganishni boshlagansiz shu narsalarni, imkoniyatlarni? Yoshligimda tabiatchilarim o'rganasan deb o'rgatishgan. Men dod deb o'rganmayman desam, katta bo'lsang qiynalasan, birovga muhtoj bo'lmayman desang, o'zing o'rganasan deb o'rgatishgan. Demak, yoshingiz nechida hozir? 29 da to'ldim. Oldin kashtalar ham tikardingiz. Ha, tikaman hozir ham. Hozir ham tika olasiz. Ha, O'rtoqlaringiz ko'pmi? ko'p. Menimcha ular qo'lida chizadigandek chiza olar ekansiz, siz ham oyog'ingizda. Hatto ulardan ham chiroyli chiqyapti qanaqadir. Bu oyoqda bo'lsa ham. Mohidil qanaqa qiz? Mehribonmi? Yaxshi chiqasizmi? Yaxshi qiz, ko'ngli ochiq, birovga yomonligi yo'q, birov bilan haligi urushmaydi, qo'li ochiq. Keyin haligi muomalasi ham yaxshi. Ko'pchiliklar bilan o'rtoqlar qatori men bilan ham yaxshi chiqishadi. Rassomchiligiga qiziqaman. Meni ham chizgim keladi. Mohidil o'rgatadimi agar o'rgating desangiz? Ha, o'rgatadi. U yaxshi qiz yo'q demaydi. Hecham nolimayman. Oyog'im bilan bemalol chiza olaman. Xuddi qo'l singari chiza olaman. Qo'llarim bo'lmasa ham oyog'imdan imkon topdim. Mohidil qarang, ertadan tongdan turasizda nima bilan boshlaysiz kunni? Ertaman turib bilan joyimizda parata qilaman. Oyog'ingiz bilan? Ha. Bet ko'zlarimni yuvib, zuni pasalab yuvaman. Hamma yog'ini oyog'imda qilaman. Ovqat yeyishim ham oyog'imda. O'zimga orom berishim oyog'imda. Qo'llaringiz yo'q bo'lishiga qaramasdan hamma narsani oddiy insondek bajarib keta olasiz. Ha, oddiy bu. Qayerdan kuch topdingiz shu narsaga? Allohim o'zi kuch-quvvat beradi. Hech xafa bo'lgan paytingiz bo'lmaganmi? Masalan, uchun Alloh nima uchun meni ham oddiy insondek qilib yaratmagansan demaganmisiz? Ota-onam yo'qligim nima qilib xafa bo'laman, unchalik emas. Uni tez esimdan chiqarib olaman. Nega meni masha qilib tashlab ketgan deb o'ylayman. Meni yoshligimda darvozani tagiga tashlab ketganda ashuncha. Lekin siz yaxshi qiz bo'la olardingiz-a? Bo'la olardim. Men o'zimni qizlarimni ham aytaman. Nolimanglar. Allohga shuk kelmaydi. Suygan bandasida beradi, suymaganda bermaydi deb aytaman. Sen qayerdan bilasan unaqa gaplarni deydi. Meni Alloh o'zi kuch-quvvat beradi. Shuning uchun ham men o'zim bilaman. Nolimanglar. Sizlarning oyoq qo'linglar butun. Menga o'xshab nogiron emaslar. Lekin bo'pti deb hop Mohidil deyishadi. Sizni nimalar xursand qiladi? Onam xursand qiladi. Aha, onajoningiz, ya'ni bu yerdagi direktoringiz, to'g'rimi? Ha. Qarang, yuzlaringizda bitta tabassum paydo bo'ldi. Haqiqatdan ham ekanda bu demak. Odam yaxshi narsalarni eslasa, yaxshi voqealarni o'ylasa, tez kayfiyati ko'tariladi-da. Ha. Demak, haqiqiy mehrni bu yerdagilardan ko'ryapsiz. Men ota-onamdan ko'rmayman. Kelgan taqdirda ham men ota-onamni ota-ona demayman. Mana shu yerdagilar meni ota-onam. U ota-ona emas.
Mana ertaman turdim, zapravkam qilaman. Tishlaringizdan ham foydalanar ekansiz-da? Ha? Og'rimaydimi tishingiz? Yo'q, o'rganib qolgan. Qanaqa bezaklar qilasiz hozir? Pomada, Aha. podvodka, tush. Hatto tanimay qolishsa kerak siz-a? O'zimga oro bersam, "Nimcha chiroyli bo'lib ketding" deb aytishadi. Ha, men xuniymanmi? Men chiroyliman-da, chiroyli bo'lib yuraman-da deyman. Bu 4-kascha. Ha, shu paytda 4 ta kash tikkansiz? Ha, Qancha davom etadi bitta kashdan tikish? 2 kunda. Aha. Mana shuni o'ziga 2 kun sarflagansiz-a? Ha, Igna kirib ketgan paytlari ham bo'lganmi oyog'ingizga? bo'lgan. Nina ayollarimga kirgan taqdirda ham metasini bo'lmasdan ishlaverganman. Ra'no opa, mana bu kichkina o'yinchoq mashinalarni qoplab ko'ryapman-da. Nima uchun bu darajada ko'p? Roma muruvvat nogironligi bo'lgan ayollar internat uyida asosan birinchi hamda ikkinchi guruh nogironligi bo'lgan opa-singillarimiz istiqomat qiladi. Bularni kasallik tashxislariga e'tibor qarasak, asosan aqli zaiflik bilan tashxis belgilangan. Shunday bir narsani yo'lga qo'ydikki, biz kasanachilik yo'lga qo'yib, bu yerda mana bizga o'yinchoq mashina, bolalar o'yinchoq mashinalarini tayyor holatda olib kelib berishyapti. Buni biz bularni birlashtirib, ularga kley naklinkalarni yopishtirish, g'ildiraylarni yopishtirish hamda tayyor holatda mana shu buni tayyor holatda shu holatda biz tadbirkorga beramiz. Tadbirkor bizga biz mehnatlarimiz hisobiga ish haqi to'laydi. Maqsad nima? Maqsad to'g'ri, bundan chiqayotgan ish haqi puli asliga olib qaraganda hech qancha anaqa to'lanmaydi. Lekin biz muassasani maqsadi bularni fikrlashlarini, qaysi darajada o'sha orttirilgan aqli zaifliklarini ma'lum miqdorda bo'lsa ham cheklash. Ma'lum miqdorda bo'lsa ham ularni o'zlarini avvalgi eski hayotlariga qaytarish va shu bilan birgalikda kelgusida o'zlarini sog'lom, go'zal, chiroyli oilasiga qaytarish. E'tibor bergan bo'lsangiz, mana hammasi yopishtirilgan narsalarda. Buni demak bular qayerga qaysi naklinkani yopishtirishni bilyaptimi? Demak bulardan kutish mumkin, natija kutish mumkin. Natija bor. Albatta natija bor. Boshida biz birinchi buni tashkil qilgan paytda 1 yildan oshib qoldi. 5 ta 10 ta qizimiz tashkil qilingan, harakat qilgan, uringan, qaysi darajada uddasi ham o'tisholmay yurdi. Lekin bora buni to'xtatmadik. Bular 20 ta bo'lib o'tsa, hozir 50 tadan oshiq qizimiz bilan shug'ullanadi. Doimiy shug'ullanishadi. Prime mahsulotlari Salom qish aksiyasini joriy qildi. Unga ko'ra, endilikda siz xarid qilgan har bir mahsulot kafolatlangan ball esa sizga qaytarilgan qimmatbaho sovg'a.